Assalamu alaykum aziz görürmənlər. Tartaq Sent proqramımızın yeni sanını görüşənlərini qarşı alırıq. Mən proqram riyasətçisi Ramila İsən. Biz bugünkü proqramımızın ekran səhifəsində Molla Zeydin filmiga qatnaşqan bir qism aktyorlar və rejissorlar bilan söhbət edib barmoqchi. Assalamu alaykum mehmonlar. Va alaykum assalom. Proqramımızga xush kelibsizlar. To'xtab do'stlar, bey hocam. Bu bobayning bir topan yeri yo'q. Nagilib pag'am bilan hech narsa chiqmaydi. Shunga bu bobayni qo'yib etgan bosli qanda? Qo'yib degan qandaq gap. Mening ishimga aralashma. Yo'voshni topganda do'pri o'p ketadi keldi-da. Voy, yalan tush. Akaning kimligini bilamsan. Men seni. Nima qilsa? Keymamiz bu. Van hocam hozir keldi. Qiyomat qoyim bo'ldigan tursa. Kiyimlarning lozim bo'lmagandan keyin qolib go'shtni pishadim. Avrat ejilib qolmasa bo'lmadimi? U qandaq gap? Oy jon. Oy. Molla Zeydin aka, nima bo'ldi? Mening yuragim og'riyotdi. Qachondan beri? Sizni ko'rgandan beri. Gerçi bu şu Molla Zeydin filmi qo'yilganiga 20 necha yil bo'lgan bo'lsa-mu, shu kan ko'rmanlarimizning esidan shuni aytib bir yumoristik Molla Zeydin obrazi ham shu film hozirgacha ko'z oldida namoyon bo'lib turdi. Balkim bugun sizlar bilan suhbatlashganligimizdan ekran oldidagi ko'rmanlarimiz intayin xushal bo'lgan bo'lishi mumkin. Oldi bilan To'yg'un, siz shu filmning rejissorlik vazifasini o'z ustingizga olib ekansiz. Shu filmga rejissorlik qilish jarayoningizini bir so'zlab beramiz. Bunun 30 yıllar oldu. Şu vaxtda ben rejissor oldum. Ahmet Molla Zeydin oldu. Ahmet'le hem de bu kişilikten tatip ben ders vergen. Ahmet'e özümü yaş görme. Keyin film şu vaqtda memleket aktyorlar cemiyetinki mukafata erişti. Ben rejissorluk mukafata eriştim. Şu vaqtda işte oynagan rejissorluk Ahmet'e kim merfaqatim ki elqi etidimite. Moysxanma? Men cho'ngmaysan. U kichik maysan. To'g'ri. Men cho'ngmaysan. Cho'ngmaysanni moysxan qilib, kichik maysanning o'rnini yasab nikahda. To'g'ri. Valixonning oldiga kirib qoldi. Moysam. Ashta benim qilmamlar rejissorlik qilgan. Asli o'sha kuniga o'sha chiqishdan burun laf dolisiga uradi. Sho'xroq o'yla. Sho'xroq. Endi o'sha vaqtda nima o'yladi? Sho'xroq o'ylagan bo'lsa, Valixon tosh olmoqda uni mukofot. To'yg'un aka, siz shu filmda Valixonbek obrazini yaratib ekansiz. Unda shu obrazni yaratish jarayoningizni eslab baqamsiz. Valixon endi o'sha vaqtda men rejissor bo'lgandan keyin nima uchun Ahmetni boshrol Molla Zeydin qilma desa, bu salmoq butlab moshnaga tushdi. Men qo'shimcha rejissorlik qilgandan keyin mening vazifam ig'ir. Unda bo'lgandan keyin shuning uchun Valixonni men o'ynagan. Valixon oynagan. Şu vaqtim şu aktyorlar cemiyetidan ki nemizde kiyesiga mukofatini qoldi. Ahmet man aytibda o'ynadi. Röngskga yerdi. Endi şu vaqtda men bir tarafdan ma'lum bo'lgan keyin bir tarafdan endi o'zim yangi chiqqan keyin ya o'zini qo'yib o'tamidimi? Sal tutib olgan yeri bor. Rejissorlik qilish jarayonida hamda
her xil işler boladı o. Mesela merpa adamla aşağı üç vamikin tam okumadan uçağda Bir bana. koygan. Şu azadaydı ben onu tıkattı. İşte çağın olsa mandamı orandan da mandam oldu. Şu vakti üç vakit burada ki oylap baksam. Ya. Çak vardı mı? Tamam, küçük bir şey bir kızık kesin de birey. Biz rol oynavatqa vaktimizde bu adam benim yüzümle acıdı. Özüne aldığım köyek kızını görme dep. Ostam ben emesli bir ayal turgan. Turgan ki na kapı olap gidiyordu. Sen kim? Nereden gelgen demi sen atıp butu dep vakırap çakırap ketken dikin. Ondan dikin mak ayal. Tas keliştirip niman takıldı ba dep çağın kılıp birini koydum. Bu birinci koygunumdu. Koyga vakıda jıkılıp düşkende rejissörün özünün orlaştırıcısı. Yutkan köpüle öğrenip gidip astıda kelişip ömürlep kopuduğu yeri battı. Birini koysam yok. Hiç yutkan köpüle kopmaydı orundan. Şunun bilen ayak tikile toxtanla dedi. Ben hem de şu çağda bir ölüp oldum. Kokap kettim. Akımınızı o nimeye telip gidiptiken tamga. Telip gidip oynayıp gidipti Tuygun. Oynayıp ketkendikin men degen cinim meşek çıkıp ol ötürüp koyga okşayman dep. Hemmimiz bir keçe ottadık saklap. Doktorlarına ek geldi. Davalap sakaytkandan keyin anan dikin damlaştırımız dedi özü. Damlaştırımız yoldaşlar kelinglar dedi voy bu siz yaxşı emas desek ya yaxşı men dedi. Şunun bilen bana ikinci qitim degan urushdan o'tkazdi. Men qaytanimiz deylik yani. Oldigan chaqda yol berib turib oldi. Qattiq uravering, qo'rqmay uring deydi. Yo'q, men seni uranmayman, qo'rqib ketdim desa. Bu da diqqat qil, men qo'rqmay uring abaya. Men ehtiyotsizlik qildim, aqam tegib ketib qopti dedi. Şunu ikinci qitim keltirib birini sağantim. Köpüler düştü, şunun astidan qopti. Mana bizning ikkimizning ko'rinishimiz shu. Ishkinglar bu filmda bir shu ko'rinish bor ha. Shu bir ko'rinishimiz bor. Andan keyin qo'qilib etadigan chaqda mening o'yilda to'da bir ep qo'yib turib, so'rab debitimiz so'rang. Şunun bilen şu korkup ketkençe, Saram ketsiz he? ha. Shu chiqqan. Şu korkup ketkençe sıram gitme. So'rang olib kelib mazoliqqa kirib ketdi. Adam mı? Kutkuzunla! Adam mı? Kutkuzunla! Koşmuşlar! Kulum koşla, ağla sert buludu koşmuşlar! Kim kulum sep koygandı? Hazırla, acırsın. Onda asan iş yok. Bizim nemi çağlamadılar? Emse, kanda kılımız. Onu oku. Bu değil mi? Kim o? Kim o? Ha? Endi motor duygunkam nurgun näslerini yani özleminde hakikaten japa tatkan. Biz artist rol algan adam bilmez. Onun özünün rolunun salmağı iğer. Aber gap numarası dedi eğer özü rol oynamasa Molla Zeydin'e man vermeydi. Aşı rolunu oynayıp durup rejissörlük yapıp hem obrazı kalgatırıp cıkçapacak diye keçe birden kiyimini gepini kan hazır özü taza sözleşke annem qilmayotidu. Onun üstüge özü bir vosita tutup işleyen film bo'lgan ekan jiq ajr qilgan. Endi rostga olsak Molla Zeydinning ashinchilik bo'lishida To'yxonkamning jiq tarpisi bor. Mushtoq o'shaning oppa xo'jamda olgan ko'rinishlarning birisi yo'q. Oppa xo'jada olgan nimalarning nechki olgan ko'rinishlarning birisi yo'q kinoda. Yok. Senin görünüşün mü? Osh mening iliqda Ma'no Sopişallarni iliqda mozlashtirgan nurg'un. Necdet Bakava o. Şunun aşağı toğraqlıqtın okuğan nəsə çöldə. Şey işləgə nurğun nəsə var. Doğruluk жүрüp ketip Toğraqlıqtın okuğan, ondaki Abdurrahman ba, onun da okuğan. Halıqı
Anarxandaki. Qilib endi konu gap bo'yicha kinoni asosan rejissor o'ynaydi deydigan konu naqlimiz bor bizning. Endi ish qilib tuyg'un jiqchapatcha tatdi. Endi Uyg'urning ishidan chiqqan birinchi rejissor mushu kinoninki endi. Hammaga o'zi riyosatchilik qilib, hamma ishiga kinoning undaq boshqa qo'shimcha yo'q-ku. Yo'q. Shunga endi Japan haqida müştat kino g'alaba qildi desam shu tuyg'un g'alaba qildi desak bo'ladi. Mesela mama ikkisiniki leper var. O ikisinin leperimi şunda obdan çıkan. Bilen bak. Hakikaten yaş çıkan. Kino chiqmasdan burun deyishdi berib buna davom. Olmaxon. Lappayvon hazratlari. Kelinglar. Zaynab gapchilar, yorgunlar. Köptimi oqdim do'stlar. Darraqlar baş yorgunlar. Yigitlar odamlar do'stlar. Darraqlar baş yorgunlar. Yigitlar odamlar do'stlar. Darraqlar baş yorgunlar. Yigitlar odamlar do'stlar. Darraqlar baş Ne güzel dep yargılla memleketten anladım dostluğulla Ağzı oyma tonkaç iş yargılla yargılla Çok ankarlar dağladım yargılla Oyma tonkaç iş yargılla yargılla Çok ankarlar dağladım dostluğulla Ağzı oyma tonkaç iş yargılla yargılla Çok ankarlar dağladım dostluğulla Ağzı oyma tonkaç iş yargılla yargılla Çok ankarlar dağladım dostluğulla Zıplarken güzeylek yargılar. Şapkırıkta bizleri dostlar. Karneleri aşmı değil yargılar bile. Anlayıp da güzeli dostlar. Karneleri aşmı değil yargılar bile. Anlayıp da güzeli dostlar. Karneleri aşmı değil yargılar bile. Anlayıp da güzeli dostluğulla Karneleri aşkı değil yargılar bile Anlayıp da güzeli dostluğulla Oldu ahyanlar yargılla Lemtidattan farklı dek dostluğulla Kırlış duyguları yargılar güley Üşükteyken oldu 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 dek dostluğulla Demek Bunun Mayıskan'da başka bir Kız var. kız var. Çıraylı kız. Ben onun alanmay jursam ma veli taz onun buyruq tushib aşağıdaki şu özünün küçüğü tayinib puluğu tayinib ahir aşını ammız bo'lmaydiga kelganda yana men Molla Zaydinza onun usluk shiltib ma Mayısxon deb men bunun ismi Mayısxon bo'lgan ekan Yasab yaptı. ha yasab jabdob nikohga vaqtida Mayısxon deb Almashtiraysiz. ism bo'lgan ekan nikohni qilaverdi Aka qo'yib bu xendam qo'shal chiroyli Xirinde mankamay. Mahkemede mankaraysan mayaklarası. Maqaydida qarasizlar rost. Ama rast gap tutsak şu vaqtlarda biz voy voy ajabmi bir ko'zimizga kirib oldi deb tikanmiz. Siz ümit bo'lg'achqa ko'zingiz kirib olganda. Endi bu hadilarimizni hozir o'ylasak bizga shu ozroq bir yordamning kamligini his qilib, mush bolaga yordam qilsak, mush bir yaramliq artist bo'lgudaq deydigan uqum bo'lg'achqim bizga degan o'xshaydi. Lekin biz kichik bola vaqtlarimiz-ku hamda hozirmi shunday jab ko'zimizga kirib oldi deb tikanmiz. Mana keyin biz natijasini qozongandan keyin mana mushlarga cheksiz hurmatimiz va cheksiz hurmat qilib mana hozirmi abam kirgan vaqtda ko'rishishimizni buqansi mana mush odamni abaqinda ko'rishish hozir jamiyat yo'q jumon. Dadi bilan onami unda ko'rishmaydi hozir. Çünkü bizde aşındaq aqida, aşındaq hurmatimiz, aşındaq nimamiz bor. Çünkü ustozimiz mana bu san'atning ninni bizga yigizga mana misha o'tag'alan ichida mana mush uchi bizga eng cho'ng to'hfa qo'shgan. Obrazning roliga kelsak, bu kinoninki yantiq televiziya teatriga o'xshamaydiga qarang. O televiziya teatrida xuddi hozirgi o'xshash o bo'lmasa qaytadan 10 qitim 15 qitim kelsangiz bu bo'laveradigan narsa u. Uningda israfim bo'lmaydi ekan, lentim bo'lmaydi ekan. Ammo kino lentsi degan shirli qildi uni kayniga yanda o'g'lim bo'lmaydi ekan.
qaytadan Pullam. keldi degandek yillam Pul. bu bir moncha pul ekan. Endi abayam dedi iqtisod nachar. Mana ishonsanglar 600 qo'yib bergan. Molla Zaydin bir bosh rolga 600 qo'yib bergan. Bana 250 koy Ha. verin. Mana. Ben Shun kaç pul vergen bu oğlu değil mi endi bilmeyim. shunchalik nima Bu deyapti? vaqtda idoraga topshirdi, idoradan finchon qilib berdi bizga. Demak, iqtisodni oyndaq nachar ashta vaqtida mana bizmi mush tuyg'un kamning yuzida mush nurg'un odamligi yol urib, ashu yilqi masalan o'rin masalasi deymiz, ba'zi ommaviy rol o'ynab, voy, bu odamning hozir qilmish og'riqlari, mush kasallari mana ashu shularniki saqindilari. Ashu jafolarning, ashu narsalarning bilan hozir mana mushta bo'tdi. Shu abay degandek naq maydon bor emas, olamiz degan qo'ngam vaqt deb qo'ydi, yo biz murim gajir qo'yatamiz o'zingni. Qo'yat. Yilqi bizda ufqum kirvilib qoldiga. Allah mush bir buzilsa palonchi metr ketdi ekan, bu manchi pul ekan, nim deb qoladi deb shu qalla kirib olgan ekan, bular sezidi-ku, uni uqib olgan. Boshqa narsa o'ylama, qo'rqma. Dumbamga urib turdi, o'zingni qo'yat. Deb endi men o'ylab keyno nimasiga birinchi qitim nim qo'shqa, endi haqiqatan jiddilashdik. O jiddilashmasak bo'lmaydi. Lekin yana shu tuyg'unkam abay degandek kinoni asosiyatida doyan o'ynaydi degandek bizning rollarni ba'zi qamlashmalarni o'zi kelib ketdi. Munda qilmamsiz, unda qilmam, mayadinki munda olmam deb shu o'gitib ketdi. Ajinda qilib raskamzaq nurg'un yordam qilib biz Molla Zaydinni ashinchilik o'ynadik. Endi bizmi o'zimiz ham tundi chiqqan narsamiz bo'lgan ekan deb qo'shilib judoq. Lekin keyin ko'rgandan keyin endi bu ekran san'ati degan ashtaq Bexendi shu. Afsuslanib, aplalab o'tib ketadigan san'at deydi ekan. Shu filmni ko'rib his qildik. Endi haqiqatan shuni ko'rgandan keyin yana hey, men munda qilsam-chi, men munda devas, men munda aylansam-chi, yo biz munda kulsam odam armandilla qilgan narsa. Yıkan. Lekin tomoshabinlar voy Molla Zaydin deb aytdi. Hurmatimizni qildi, onda o'ynab, karamat o'ynagan deydi. O'zinglar yarab bular. Ana bo'lsa ham shu tomoshabinlarimizning ko'nglida ham ashinchilik bo'lsa o'rin aptoq hamda. Lekin o'zim ko'ribsa yana apla. Buningdan yaxshi olsa. Yana buningdan yaxshi elish imkon. Abay tuyg'unkam bir gapni qilib ketdi. Demak, shu yerlari kamkanda yana. Shunday qilib tunji qidim chiqqan narsa boshqa yana nurg'un. Yaxshi. Nuqsonlar sodir bo'lgan. Hamda u vaqtida abayim biz degandek tazi obraz degan narsani taz tushunib bo'lgan vaqtlarimiz ham O'rganish bosqichida. O'zimiz yangi kelgan shu ustozlarimizningki yetakchiligida ketib qolgan vaqtlarimizda. Ammo yana men mush fursatdan foydalanib yana deydigan gapim mush programma munosabati bilan mush ustozlarimni meni mishaga jam qilib burunqi tomoshalarimiz bilan yana bir qitim yuz ko'rishtirganlarga o'sha hammamizga vakolatan shu gruppaga rahmat aytaman. Shuningdek yana mush fursatdan foydalanib mush ustozlarimga bu yer kelmagan, hatto bu olamdan o'tib ketgan talay ustozlarimiz bor. Shularga rahmatimni aytaman. Rahmat sizlarga. Ahmet Kanayt yürek tegdigan gaplar bo'ldi. Albatta, mushu mayli kino, televiziya taraqqiyoti olsun, mushu ustozlarning, ustoz aktyorlar, rejissorlarimizning tirishchanligi bo'lganligi uchun hozirgacha davomlashib kelyotdi. Mayli qanday bir filmni vujudga chiqarish bo'lsin, nurg'ulg'an jarayon ketdi. Bu jarayonda aktyorlarmi, rejissorlarmi intayin javob atadi. Balkim shu televiziya
filmlari qo'yilgandan keyin 1-2 soat tugishi mumkin. Lekin buning keyinda nurg'un jarayon bor, nurg'un jabolaringlar singan. Shunimi ko'rmanlarimiz ash kinoni, ash filmni ko'rgandan keyin ta hozirgacha sizlarni eslab turyapti. Shu Molla Zaydin filmini intayin yaxshi ko'rdi. Garchi qo'yilganiga 20 necha yil bo'lib ketgan bo'lsa, 25 yil bo'ldimi? Aslan chiqmadi bu film. Demak, shuningdan shu sizlarning ajringlarning mevasini ko'rib olib bo'ldi. Tatqan jabolaringlarni inkor qilsak bo'lmaydi. Ahmedga siz nurg'un kino televiziyalarda rol olgan, etotlarda rol olgan, lekin hozirgacha xalqning qalbida shu Molla Zaydin obrazingizni intayin yaxshi ko'rdi, abayim deb o'tdingiz. Oldi bilan shu tunji chiqqan filmingizga shu vaqtlarni ham bir eslab o'tamiz. Endi rost gapni qilsak, bu ekrangimi mening endi tunjigim sahna hayotimdimi? Endi bir ko'ringdek rol o'ynaganimmi shu. Men bak ansirdim, birsi qo'shildim. Chunki menga bir yaxshi fursatni, mana shu to'ygunkam, bayam o'z dedi, men o'zining o'quvchisi bo'lg'achqimi, shu fursatni menga berdi. Mening o'ylaydiganim, shu rejissorning, ustozlarimizning bo'libmi, mana shu tomoshabinlarimizning kutganidek shu obrazni bir yaratish bizning majburiyatimiz. Shuningga bunun unusiga shu Molla Zaydin degan shu vaqtlarda bir 100 yil bo'lganmi, tarix ashtaq vaqtlarga tarixda nihoyatda qiziq o'tgan. Masalan, shu obrazni yaratish uchun nimalarda judoq tuyuqlarda ashadiki ba'zi qiziqchi odamlarning ulardan so'rab qandoq odam masalan Molla Zaydinni o'z vaqtida ko'rgan, shu biladigan odamlarmi shu vaqtlarda hayotlarini nimalarni uqadigan, atalari deb bergan ashtaq odamlar borki. Ulardan so'rab ammallar shu komediyalik yerlarni chiq surishtirdik. Ama abay To'ygunkam dedi, To'ygunkam mashallah nimishki meni dumbam urib qo'ydisangiz toz komediyalik yerlari tozaligi o'zimni qo'yib bergan vaqtlarimda ikkinchi qitim kelish keladi da birinchi qitim bo'lmagan ekan. Shu vaqtlarda yana shu dumbamga urib o'zimni qo'yib deb turdi ish qilib ayndoq qilib raskabni qilsam o'zimni jiqtirishdim. O'zimni jiqtirishdim, To'ygunkamni yordam qildi. Jiqtirishmasang oshdan chiqmaydi. Ish qilib bahane, ya'ni yig'ib aytganda bag'uchi tomoshabinlarimiz, bizning qanday o'ynaganimizni tomoshabinlarimiz hukm qilsa bo'ladi. Ulardek odil hukmchi yo'q. Unda xusamimiz birlikda Molla Zaydin obrazini ekran orqali ko'rib boqaylik, marhamat. Mağaylı begim. Ne görmüş? Buğdayını ana o yanını yap berime. Atlarını bağlap koysla. Moştağa bolamdı. Boladı. Begim, bu tağa mene demez to? Ben qarab baqay. Obdara qırap basla, ha? Seni obdan bir adabla qoyay. Sen tozning dastidan bu yerdigina yo'lga tashlab ketmoqchi bo'lding. Sen rostingni ayt. Sen zodi kimlarni qoqib qilib, qanchalik buğday yig'ib olding? 7-8 odamdan ara 8 kira. Yo'q, 15 kira buğday, 11 kira qo'noq yig'ib oldim. Rost shu, meni chiqarayotgan. Oy. Yani puhralarni qaqsoq qilamsa, qildim. mendan yana buğday olamsa, Sen qanday aqli bo'lsin. Hey tas. Sen daim Van hocamning to'qmoqlarini davron qilib, puhralarni qo'qchini berar ekansan, ha? Ash to'qmoqni o'zing yap baqqanmi? Bu nima deganingiz? Quruq qo'l qandoq ketimi? Nima gap? Van hazratlarining eti uluq yedin yonsam quruq. Xalq mazaq qilishur, qo'yuq ham suyuq. Vanni bexil desa, qandoq qilg'ili? Assalomu alaykum Van hazratlari. Molla Zaydin.
turpanның ысығыда көйнек иғыр келіп атса, Juvuki vağının nemisi? Bu juva dadam rahmetlikten miras qalgan. Akam bilan ikkimiz miras bo'lganda Qozi Axunim qishda okisi, yozda ufkisi kiysin deb hukm qilgan. Shariatning hukmi bilan menga navbat endi keldi. Vang hazratlarining ma'rikasida boshqa kiydigan kiyim bo'lmag'achqa mushini kiyib keldi. Qo'y bundaq gapingni. 8 ayda juvu kiyib, Vang hazratlarining ma'rikasiga kirish adabsizlik. Adabsizlik qilib Vang hazratlarining kayfini buzding. Kishlarimiz g'o'chirlab, to'qmoqlarimiz taranglab ketdi. Zaydinning bunda qilishiga chidab turolmaymiz. Ma'rikani qasddan buzganlik uchun 50 to'qmoq urilsin. Kelinglar. To'xtanglar. Mening arzim bor. Hamma ishning ustozi bor degandek, mening ustozim bor. Ustozim menga Van G'ojamni ma'rikada urkitib bersang, sana 5 tillo beraman degandi. Men Van G'ojam ko'pni ko'rgan, ko'pni bilgan odam. Turpandek cho'ng yurtni so'rayotgan ulug' odamni qandoqmi urkitib bo'lsin dedim. Ustam menga Van kichik vaqtida eski juvudan qo'rqatdi. Biz bir uyda billa o'ynab cho'ng bo'lgan deb turib oldi. Men 5 tilloni ko'zlab, mo'shundaq ahmoqlik qilib sopdiman. Bo'lmasa bundaq issiqda juvu kiyib sarang bo'lib qoldimmi? Jazolashga to'g'ri kelsa, ustamni jazolash kerak. Jilonning beshini yanchish aqlliqdir deymiz. Ulug' Van hazratlari. Sana ustoz bo'lgan kim? Valixon bey. Valixon! Marpuq apay, siz mush filmda cho'ng Mayisxon obrazini yaratib ekansiz. Unda xo'sam mush rolni o'ynash jarayoningizni eslab o'tamsiz. Men başlarını taze esleyemedim. Baynınızı ben Moğol Zeydin ki hikayedir boğanınızı eslesem. Men esli bu Mayısxon Moğol Zeydin'nin kolluğuşçu edimi. Biz aşı nimelerinin içinde men taze aşı yüzdürüm ki muştak kolpakını kiyiverip acayip ekşi yasını veripmiş Moğol Zeydin taraftarı olup işleydiğine ayallar onu oynagan. Tağlarda, mazalının içinde Kırıyağaçlıqının içinde açtaq sürüp işledik. Keyin Qashqarda işledik ayıqdakide. Bu begimni öğlendirdiği vaqtida bu begimning olaman degan qizni bämidi. Bu bir muhabbet. Molla Zaydinning qizini talashdi bu. Bu talashdi. Bu onu talashdi, bu bunu talashdi. Oxiri Molla Zaydin hüner işletip meni aşı kızınki siyaqını yasap, nayti gül keltirip yasap, aşı jigitninki o'jirsiga akirpadi. Akirpagan dememiş, nazılnap o'tadi meriqni biz yaqliqning ichida. Bu degan oldimda degan qilmagan qiliqlar qolmadi. Qilmay shunda xenimni bir ko'ray deb yuzimni ochqanti, ko'rapli qo'qib ketdi. Qo'qib ketib, sen kim? Nereden kelgan demasan deb askirlik qilganda, lekin terstek keltirib birini saldim. Öğrep ettim. Bana mışındak kılıp, biz bu adamını saran kılıp, mozalık kılıp etkinim ismidir. Unda xo'jamimiz birlikda mushu cho'ng Mayisxon obrazini ekran orqali ko'rib boqaylik, marhamat. Ahiri yenib keldingizmi? Oma qozam unda qilma. Men siz bilan birga bo'lishqa, go'zal jamolingizni ko'rishga shuncha taqozo. Sen kim? Nima xotinsan, ha? Mamma, seni bugün nikah o'qitgan, sizlarning ayollari, kech kunduz arzu qilgan Mayisxon. Yo'q, mening oladiganim G'oy tojining qizi Mayisxon. Xatasi yo'q. Mening dadam dangliq kiygizchi G'oy toji. Tamamen xato. Men hiliq Ey, undaq tatinmislar. Kesle, ötüklerini Yine keme, Mirto, cin, şeytan. Nimanda qildim hazilak? Sen yasın vağın ermi yoki ayol mu? Qo'lim qattiq tegib ketib qoldi, xafamislar. O'zlarim akshidek o'slar.
İkimiz Xudo qo'shgan bir jupladan ikimiz qag'inni yotqanda so'zlashamiz. Kaslar unda tatımızlar. Nerede? Yine bir keme. Oy unda qımızlar deyaptilar. Oy unda qımızlar. Oy. Qiz apay siz shu Molla Zaydin filmidan shu Molla Zaydin aytib bir yaxshi ko'radigan Almaxon obrazini o'ynab ekansiz. Shu vaqtlarni bir eslab o'tasiz. Ay, men bu Almaxonning rolini o'ynashda hamda ishqil musoaqtishim rejissor. Yana bir Almaxonga akil o'ynatmay deb akagan qiz toza nim qilmay aqsodan. Oxiri hamda meni so'rab kiribdi gazetanga. Abdurahmon kam rahmatli kirib ekan. Shu vaqtda hamda Tursun To'xtka men bama demayman, ba doya ruxsat qilsa dedi. O vaqtda Mahmud nimani o'ynatdi bizni. Qeyrigitning to'yini. Shuning bilan Mahmud yomon tasdi uni de. Oxiri yo'l berib ketdi Mahmud. Mush bir necha kino hamda o'tib ketdi, mush idorada rol o'ynaydi, ajratolmaymiz deb. Mushuna kelgan bir ruxsat qilsa, qolgan o'ynaymiz deganni men o'sha tayyorlik qilib kelay vaqt chiqqanda deb desam oxiri uni de. Men o'zini misol qilib dedim. Ham bu ekran degan bir xotir bo'lib qoldigan ish. Desam oxir ma'qul bo'ldi. Ma'qullab shu chiqib shu kunisi kiyim o'lchidi menga. Kiyimni o'lchab bo'lgandan kitobni ko'rdim hamda. Kitobni men bayanli ko'rdim. Endi boshqa ko'rishga menga vaqt yo'q. Chunki chiqib shu kiyimni bir kunda tikib bo'ldi-ku. Shunlarni boshida o kinoni. Ham bu kino deganning endi bir ba'zida 5 dan mushaqratlik oladigan narsa emas ekan. Bir dastlabda bir oyg'ini ya bo'lmasa o'ttirni, ani keyin eng beshini mushtaq endi ashtaq oladigan-da. Uni ustiga kino endi bizning sahnimizga faqat o'xshamaydi ekan. Sahnada biz qanchalik harakat qilsak bizning bo'shlig'imiz bor sahnada. Ham kinoda mushtaqda. Siz birda mayaqdan chiqasak, ekrandan chiqdimiz. Chiqmaydi rasqa bo'lmaydi. Mush narsada men yomon qiylandim, rost gapni qilsam. Va turgan ko'zimga qarab qo'ydi. Ba'zi o'zi chiqib, nimda qilsa, manda o'ylansa men yana deb o'zi ko'spaga yadrim bor o'ylanganda. Ochiq keldi buningmi? Endi kon artist bo'lgandan keyin meni gap qilsam o'ynasang bo'ladi demoqchi-ku, endi men shunaqa qilsam bo'ladi, lekin men jiddiylashtirmaylik. Nima o'xshamagan ekan sahna bilan. Endi shu Bayning kichik xotini bo'lgan ekan, endi buniki ko'zi shu Molla Zaydinga chiqib qoldi ekanda. Bu qiziqchi, hamma odamni kuldirib turgan, ishchan, shunday qamlashgan yigit bo'lgan ekan. O podsha, o nima podsham qiyri hamda. Shuning bilan buningga ko'z tushib qoldi ekan. Ko'z tushib bu ikkisi lapar o'ynab, shunga bu uningda meni tushirdi. Almaxonni tushirdi. Men buni tushirib ashtaq nima qilamiz endi. Keyin o Moysxonni podsha talishib podsha olma deb ashtaq qilgan ekan. Buningga Moysxonga yordam qilib, uni qochirib yetib podshaning nimasidan. Ondan keyin bu hocamdan qochirib yetib, shuna bu endi ko'nglidan rahmat tazim deb bir tal uzgini men qoldirib ketdi. Men qilgan xizmating uchun deb mukofot berib. Shunaqa. Esingda bormi? Ishqil Almaxon endi o yomon ayol emas-da. Endi bir rol deganni boshida yaqindaq bir mijoz xulqi uning nimasini tushunib bilib o'ynamasa deb. Lekin sen yaxshi yerga qoldi desa, Moysxonni nayti shu nima? Sifatchi? İş mi ketmegen? Bundan bo'lmagan dal vaqt o'yindi. Ba'zan oshirib ketsa, sal bunday qilib qoldi. Sizda menga bo'lgan narsangiz borku, shundaylik nima bilan nima qilgan? Bo'liq nimasini, uning sifatini, oshirib o'tmagan. Hammadan muhim narsa artistning shu. Shu. Mağıma şunda ko'ngli bo'lsa-mu, yana o'zini tutib turib, shunda astaq yoldan yaxshi bir taraf. Qochirib bu bir tal o'zini nim qilganda o'zi biroz nim qilib qoldi-da, bu ko'ziga yashab ketadi. Endi bunga nisbatan o'rimdi texim ish. Ammo shunaqa bir yaxshi rol bu. Yaxshi odam. Yomon emas. Shunga endi bir rolga adam masalan salbiy rolga, shu salbiy rolga debla, uningki bir inson deganning ba'zi yaxshi taraf bo'ldi. Ming eski bo'lsa-mu. Endi ashtaq yaxshi taraflarini o'ylab olib, andan keyin bir
obrazını yaratsa menimce yaxşı çıkıdı. Şuna hem de bu rolünü aşınak olduraşlıklı bir hepten aşıda oynap. Tamam hiç kapı bir hepten ciddi gidiyor. Bir hepten iş kılıp. Qashqarga kim bordingiz siz? Badem. Aşıyla işkimizden Kılıçtan oydu ki birisini kurashda aldık. Yok biz nimede? Appa Hocam çıkıp şeyde aldık. Üzük bergan. Maysamni chaqirib aytib, qo'chamizga shu. Hocam dağın. Ma ishkimizningki ada juda bo'ldigan tayoqni tas saldiganni o'stan oydi bir shaxsiyning uyida Yo'q, oldik. men shu appa hojamda mening butun ko'rinishim appa hojamda tugagandi. Aras appa hocamning ko'rinishlardan shu ishkimizning ko'rinishi qolib turadi. Qolgan. Maysam bilan ishkimizing bor? Shu Maysamni qachon yetib anadiki nim qilgan yerim bor. Maysa shu ko'rinishlar bor. Ama resmi bir qismda nasi yo'qchimi? Shu nechi olgan Şuna endi uni Mükemmel kinonun yerimi 3'ten bir kısmı yok. 3dan 1 qism. kino tutmasdan burunla ma leperni burun elvitib leperni yani uni shu denşit qo'yib etdi. Ish qilib yamanjiq qo'ydi bu leperni kino Kino tutcha. qo'yilishini oldidan qo'yib Ha, qo'ygan. ash leperni libadi. Ha. Shu nimening endi bumi tuyg'unning nimasi qo'y aqli qo'y mashunaq bir kino ishlayapmiz deb xalq azroq qiziqishini Ha. oshirishda. bisharat berish xalqning nimasini qo'zg'atish hamda berib etgan. Endi buni shu usullarni Mehmet Atkam bilan rahmatli salomatdan qilib bergandi. Mehmet Atkam hayron qolib, "Voy tuloq qiz nimdaq tatillar, nimdaq ig'irsili" deb ketdi o'sha odam, usulni o'rgatkichi. Nimdaq ichilmayli deb. U usul ashuni o'rgatkichi hamda Mehmet Atkam. Aşağı öğretti usulünü. Keyin kelib qizaq usul o'rgatadigan yerine salomatdan o'rgatdi. Ashuna qilib hamda usulni ancha-muncha dumdis takka deb o'ynaymiz odatda biz aytib so'g'andikin. Yaxşı oldu, yaxşı. Shuna hamda Ma'nın ma'lıqı taşta etilgan naqsı var. Taşlıqda. Omu şundan yaxşı olgan. usulda endi qiynalmadim. Hamda o naqsni men aytmagandan keyin pushman qilib qoldim. To'yg'in naqsni o'zim esamchu deb. Unda xo'samimiz birlikda shu Almuxan obrazini ekran orqali ko'rib boqaylik, marhamat. Usuluk tuttum özlerge, çek basmagan sözlerge. Beşçim unmu askilor çaplay desem derslerge. Əşqallı dəy özləriga, vanğı yaqqan sözləriga. 5 un mu az keptu? Pədazqığa yüzləriga. Beşim yeydiğen Molla Zeydin boldu kıl. Meni kadın çıkardın. Kadın çıxmağan nimən qaldı? He, öz vaxtıda yaşıydık, çıraylık idik. Başladı güllük gezek. Əmdi qeyridin, solaşdın, qollarında tezek. Uy cuvaynimek. Yaş vaxtımda köygen bolsangçı, aşna yemey ölüp gitettin. Yaş vaxtında körüngəngə qaş attın, arqısıdın taş attın. Qeyriğanda yüz gözünü ufku ənglik bilən yaptın. Ha, Molla Zeydin. Bu cuvaynimek. Van aldı da meni həcep düşürüp ketkentin. Emdi izlep kapsan go. Almıxan, elimi çıraylık sen. Vanның aldıda oyun qıldım. Oldular. Çıraylık yapını koy. Meni nimi gizleysen? Ya, aşık bulup kaldın mı? Bugun shu Molla Zeydin filmi qatnashgan aktyorlarimiz bilan, rejissorlarimiz bilan ko'rishib, paranglashganligimizdan intayin xushalmiz. Sizlarning qimmatli vaqtinglarni ajratib berganinglarga rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. Sümer rahmet. Rayonimizning san'at sohasida necha 10 yil un-tinsiz ishlab, o'chmas to'hfalarni qo'shgan usta san'atkorlarimiz oz emas. Programmamizning To'hfakorlar albomi sahifasida biz bugun Shinjang san'at yurti Naqsul Umikining pensioneri, atoqli usul san'atkori, peshqadam kino artisti Nurnisa Ismoilning san'at hayoti bilan tanishib chiqish maqsadida sahnamizga alohida taklif qildik. Assalomu alaykum Nurnisa apay. Va alaykum assalom bola. Nurnisa apay, programmamiz orqali siz bilan yuz ko'rishganligimizdan intayin xushalmiz. Oldi bilan siz shu o'zingizning san'at sepiga qachon qadam qo'ygan mushni bir eslab o'tgan bo'lsangiz. Men endi shu 1953-yili 1-oyning 1-kuni G'arbiy Shimol san'at institutiga o'quvchi qabul qilgani borganlar boshlang'ich maktabda meni ko'rib qilib yondirib kelgan.
53 yıl 1 ayının 1 günü şu Garbi Şimal Sanat İnstitutu'na bir 20'dek balını elip badı. Şu katadı men ba. Ustazımız Kamer Hanım'ın kolunda 3 yıl terbiyelendim. Birinci kol terbiyecimiz Kamer Hanım bizge usul hareketlerini ügetti. Şu cereyanda tırmışıp, japağı çıdap, men bir gezidin kelgen bir adetki bir dehanның kızı boğallığım için bu işler bana tünci kıtım boğaşka gayri tuyulup, nayet testi ügendim. Bu kanda, bu ilgı balit hareketleri, çişin hareketlerini kögendikken o tünci kıtım 53. yılı yeni azat boğan vakla boğandikken bu tehaklarının keng dairede bilip ketmegen vakları. Özüm nayt test qabul qilib to'la yig'lab ketaman, o'qimayman deb yurib, oxiri 3 yil san'at institutini bitadim, usul sinfini bitadim. Qaytib kelib, hozirgi sobiq teatrga 55 yili 8 ayning 8 kuni qabul qilindim. Shu vaqtdan tortib 91 yili 10 ayning 1 kunigacha şu öməkninki qarmağıda işledim. Əmdə biz oxuş jarayanda bizning məktəbimiz mavjudda öz qolu bilan qurğan yanğan sanat məktəbi deb qurilganligi uchun bizning 3 yil o'qigan vaqtimiz tarix hesablanib 40 yil xizmat qildi degan bilan yenib chiqdim. Şu pensiyaga yenib chiqadigan vaqtim yeshim to'shmasimi o'zim iltimos berib, oilamdagi ba'zi bir ko'ngilsiz ahvollar tufaylidan men so'rab yenib chiqdim. Burun pensiyaga chiqdim. Shuning mobaynida men uyda o'tdim. Nonisa apay, sizning shu bayanlaringizdan sizning asli o'qigan kasbingizning usul ekanligini bildik. Unda bo'lsa, hozir kan ko'rmalarmi intayin yaxshi ko'radigan bir aktyorni, peshqadam bir aktyor hisoblanasiz. Unda bo'lsa, usul kasbidan aktyorlik kasbiga qanday qilib qiziqib qadam qo'yib qoldingiz? Men asli usul kasbni dastlabda yoqtirmasammi, keyingi kunda men shuning ichiga kirib ketdim. Bo'libmi Qambar xonim, ustozimninki ügetken aş milli qo'l ko'tarib saniga mushundaq bir chiqishlari meni nihoyat mabtun qildi. Bek qo'shildim. Hozirgacha ko'z oldimda bor. Ikkinchi jamiyatga chiqqandan keyin ustozim Hoji Rahmon meni o'z qo'li bilan nuqtaliq tarbiyaladi. Yaxshi tarbiyaladi. Yig'lasam urdi, tilladi, tepib hatta zaldan chiqarib yotdi. Ashta qismi yana o'zim kirib oldim. Nemishga men usulga ishtiyoq bog'lab ekanman. Ota-onamdan kichik 12 yoshimda arilib chiqib ekanman. Ammo mush kasbi berilibdi, men mush kasbni uzib chiqay degan iroda bilan men shu qanday qiyinchilik bo'lsa yengib o'rgandim. Undan keyin bejin millatlar usul ko'rikiga tayyorlik qilayotgan vaqtimizda Ağaç sınıl degan bir usulni ustozim Hoji Rahmon o'rgatyotdi. Bir 3-4 xanso davyalar kirib keldi. O rejissorlarni men o'qimayman, ular meni o'qimaydi. Shu usul o'ynayotgan yerdan muzikani to'xtatib qo'yiblar, meni qo'ldan tortiblar ishxonaga chiqib ketdi. Men keyin qarab, bu kim odam, bu nimishga bunda qildi meni desam, o'tda anqcha Joshi Eminubkan reis ülep ketdi o. Şu adam billik yaptıken. Sizler nime adam dep onun coşuyluğunu bilmeptime, onun rejissorluğunu bilmegendiken. Sorsam, sen de usul oynayman demey, sen muşu rejissorluğu neymi de şunu kılsa, ne badı şöyle barsa, ben Abnum Rayon'un coşuysu bulumen, Eminubkan degen men. Ama men muşu sen balığa işengen halda müşdaviyenin, rejissorunun köz düşkenlik için men sana kapalet bermen. Yaxşı verirse barsan, yaxşı qaytıp gelsen. Dep enandık onu bana uqtadı. Qanak onu desem mi, onu mu dey, bunu desem mi, onu mu dey. Rejissor qat'i turib aldı. Ben Joşi'ye davatıdım. Muş balına işletken, muş balına işletmesem başka kino işlemeymen. Qaytımen. Bu bala mening tariximda tunji ko'rilgan
Ben birini Yaponda bir kino işlegen, bir çıraylıqni kögen, hem Şinjan'da birini köydüm, bu kızını qolamdım. Bəmeyim, moşun işletimen hep durvaldı. Şunumda kesip, özümnün kesbidin ağırlıpla o kinoga işlegen çıkıp kaldım. Şuna qilib o kinoni ishladik. İşlash jarayon dastlabda qabul qilamsam, keyin ishkirlab kirib turmushga. Ash kinoning o'zi cho'kib ketdim. O'zim bir mal doktor, xalat kiygan, doktorlik somkasi bo'ynimda esiqliq, mal davolayotgan, o avulga, bu avulga, o avulga borib mal davolayotgan. Shunda ishlar bilan o'zim shu kasbga berilib ketdim. Buningda nihoyat yaxshi ishladim. Yaxshi qaytdim, daviylarning bergan xotirlari bor, yaxshi ishlaganligi, endi mushu jo'ja rasmlarni xotir qilib berdi, shunda yaxshi ekib qo'ydi, idoramga topshirib berdi, idoramga qo'shildi. Menmi qo'shildim, daviylar endi rejissorlar meningdinmi bak qo'shib ketdi. Shunda u kinonimni g'albalik tamomladim. Keyin ikkinchi qitimda g'ayrib sanamnikiga tanladi. G'ayribnikiga tanlaganda ikkinin birini tanla degan. Tema o'zimning mijozi bilan aytganda g'ayribning opsi bo'lay. Jibirni men beringlar men ko'ray degandikin, men berdi o'qib chiqib, o'zim shu g'ayribning mehribonim degan. Men endi oilada bolalarga nisbatan bek mehribon edim. O'zim bola beqib cho'ng qilmagan, endi xizmat yuzasidan. Lekin bek mehribonligim kuchli qildi. Ne kelsem şu ballarını hep yığılayotgan, ya burun qaytib kelayotgan, ya burun ketayotgan, moşta ahvallarım yaman çıktı. O kinodamı cihyeler badık, sırtlağa çıktık. Onun da Japan tatkan bile a kinonun ki mücazı man düşkeşke anç kıylanmadım. A birinci kinodikeden mağman asarak düştü, yaxşı gördüm. Endi keyin buni o'ynaganligimdan hozirgachilik xalqlar qaysi kinoda biz nada ko'rgan seni andagay desa men g'ayribning opasi bo'lgan deb ketsa shunda so'yinib deymandi. Nimishqa xalqlar meni bekamay qilib ketdi. So'ng men u kinodan baxo'shal. Mushu ikki filmda asos jihatdan men g'alaba bilan natija bilan qaytdim. Teşkil rehberligim mi hoşuldu, xalq mı hoşuldu, özüm mü hoşuldum. Üçüncülük. Hem qağalarıyla qısqa cübirle köp kısımlıqlarını oynadım. Albatta siz şu obrazlarni aytib voyaga yetkazib o'ynaganda sizni dastlab tanlagan rejissorim entayin sizni to'g'ri ko'rib tanlaganligini his qildi deb o'ylayman. Shunday. Nonisa apay siz degandek siz rol olgan kinolarni entayin ko'p. Unda xo'sa mushu kinolar ichida siz qaysi rolingizni eng yaxshi ko'rasiz? Men g'ayrib sanamninki g'ayribning opsi bo'lganligimdan bek faxrlanaman. Bek yaxshi o'zim tushgan ashunga. Odatda men o'zim yerimdil ko'ngil dil xotinchi. Oq ko'ngil, yerimdil yig'langu xotinman. Shunga shu kinoga tushganligimga özüm bek faxrlanaman. Xalqlarmi bek imoy qildi. Ko'p xalqlar meni maqtadi. Tutqan yerida duo qildi. Shundan qarab, men rasmiyat yaxshi tanlab ekanman. Mush obrazni deb o'zim mamnun bo'ldim. Inandikin shu yaylaqdagi burkutnimi yosh vaqtimda o'ynaganligim uchun 22 yosh vaqtim. Sizdek vaqtlarimmi endi? Şu vaqtımda oynagan, bek yaxshi oynagan. Dastlabda kirishmadim, keyin kirishib ketdim. Buningga Daviyan nihoyat kuch sarf qildi. U Daviyan meni nihoyat ash obrazim ashunga tushganligi uchun bek xo'shib ketdi. Chunki mushundaq sendek artistning tariximda ikkini ko'rdim, biri Yaponda, biri Şinjan'da. Şunu men seni qo'lladim, bermayman, cho'qim o'ynaysan deb o'ynatdi, oxiri g'alaba qildi. Şunu men yaxshi ko'raman. Qolganlari aning denshilanishi ular Bo'ytaqlar oilasi, tash ustida ichilgan atirgul, ipar puraydigan qabri, sahrodan kelgan balvaqchi qiz, mush qatorliq isimde diyemeyotma qirliqning alameti bo'lar. Onun ustiga bek jiqsiz rol olgan kinolardan mallaq askab Allah eslab bulanmayotma.
muş qatarlıq rollarını oynab, xalqnanki, bolubmu özümnün milleti xalqlar bək meni qolladı. Anandan keyin ekranda e'lon filmlarga pat-pat chiqib turyapman. Qersam, agar qerib men chiqolmayman desam, uyim kelib tatiyotdi. Bunda qilgandan keyin men xijil olib, yana madad berib o'zimga o'zim ish qilib o'ynadim. Xalqlar hozirgi taladi ko'rganlar, hamma doktorxonada yotsammi, kasallar, doktorlar, sestralar so'raydi. Talada ketyapsammi so'raydi, osh xotun shu oyliqni o'ynagan xotun deyotgan. Astanimda davrdiganda bular deb men xijil olib ketyapman desam, ma bolalarım deydi. Xalqlar xo'shib ketadi ekan, sen nimish xijil bo'lsa apa deydi. Chiqibes kundu beriversin bizanda ko'p qolam nima deb. Shu ekrandagi obrazingizmi bir xalqning yaxshi ko'rganida, So'ng ashunda tonib elib meni so'raydi. So'ng rahmat, xalqimga rahmat, meni unutib qolmagan xalqimga rahmat. Mush banada deb olay, men xalqni yaxshi ko'rman. Xalqni so'yma, chunki men dehqon oilasidan kelib chiqqashqa, sahra yezlarda yurishni, ashunday yerlarga berib haqqi bijimlarni deb yordam qilgim keldi. Degim keldi. Men o'zim dehqon qizi. Shuni men yaxshi ko'rman. Xalqimga rahmat. Shunchalik meni yaxshi ko'rgan xalqimga rahmat. Rahmat apay. Mushu siz hozirgacha rol olgan kinolarda har xil obrazlarni yaratdingiz. Hamma obrazni nihoyat voyaga yetkazib o'rildingiz. Ularni siz hozir e'lonlardan patpay chiqib turyapsiz. Menchi ko'rmalam intayin xushal bo'ldi deb o'ylayman. Mening his qilishimdimi bir qaragandilar mushu shunchalik mehribon bir ananing obraz ko'z oldimga keldi. Shunday rollar bundan keyin yana davomli o'ynashingizni umid qilmayman. Rahmat balam, rahmat balam. Shunday bir peshqadam aktyor bo'lib sifatingiz bilan hozir shu yosh yetilayotgan san'atkor aktyorlarga deydigan qanday yurak so'zingiz bor? Mening bu yoshlarga hozir shu yoshlarni aytib raqobat davri hozir. Yoshlar bek tirmishib, shu korxona ochgan loballarga bek xushman hozir bo'libmi? O'z oldiga egilik tikilgan. O'z oldiga egilikni bo'yi burunmi qis bo'ladi ekan-ku mushlar. Nimishqa hozirlik qildi bular? Bularning qo'ldan ish keldi ekan-ku. Bundan keyingi yoshlar tirmishib, tirishib, jafo tatganda hamma ishni qila oladiganligi ko'zim yetdi. Tavsiya qildim, yoshlar bundan keyin tirishinglar, maqsadinglarga yetinglar, bundan keyingi baxtinglarni jafoda ko'ringlar deyman bolam. Men jiq gap qilolmadim. Rahmat apay, sizning mushu yoshlarga bergan rag'batlaringiz bizning bundan keyin texim tirishishimizga bir ulgu bo'lib qoldi. Rahmat. Bugun qimmatli vaqtingizni chiqarib suhbatimizga kelganingizga rahmatimizni bildiramiz. Balkim nurg'un ekran oldidagi ko'rmanlar siz bilan shunday bo'lgan suhbatni ko'rib intayin xushal bo'ldi deb o'ylayman. Salomat bo'ling apay, to'g'ri yashab yashang. Rahmat. Rahmat jinim bolam. Nurnisa İsmailning Uyg'ur san'ati uchun singdirgan ajri bekorga ketmadi. U o'zining 40 necha yillik san'at hayotida mamlakatlik usulchilar jamiyatining sharaf guvohnamasi. Abtonom rayon darajalik usulchilar jamiyatining alohida tuhfa yaratganlik sharaf guvohnamasi. Jungo san'at bayramida xizmat ko'rsatganlik guvohnamasi. Şinjanni echish, Şinjanni gullantirish tuhfakorlar medali qatorliq mamlakat va abtonom rayon darajalik katta mukofotlarning sohibi bo'ldi. U hozir mamlakatlik usulchilar jamiyati va Şinjan usulchilar jamiyatining a'zosi. Şinjan televiziya stansiyasi Şinjan Xo'yu madaniyat tarqatish shirkati bilan Şinjan Alra madaniyat tarqatish shirkati birlashib ishlagan ishxonadagi ishlar nomli 30 qismlik uy ichi televiziya teatri 5 oydan ortiq jafoliq tirishish orqali oxirgi bosqich xizmatlarni tamomlab, yaqinda ko'rmanlar bilan yuz ko'rishish oldida turadi. Bu filmning ssenariyasini Şinjan televiziya stansiyasining yosh ssenaristlardan Mahmudjon Hashim, Yarmuhammad qatorliqlar yozgan. Rejissorligini yetilayotgan yosh rejissorlardan Ekram bilan Ershad Shirzat qilgan. Bosh rollarni Alsoygan danglik aktyorlardan Adil Mejid, Abdukerim Ablimit,
Yetilayotgan yosh aktyorlardan Nazukay Tavakkul, Oltunay Kamil, Alqam, Turg'unay qatorliqlar olgan bo'lib, bu film aktyorlarning pishqan mahorati va kuchli komediyalik xususiyatga ega ekanligidek alohidaligi bilan ko'ruvchilarni o'ziga jalb qila oladiganligiga ishonamiz. Hatta meni mi ko'z qilmadingiz? Ish buni bu yerga yetgancha hammadan xizil qilib. Biz unga urpir tashlak. İçilganda qizil gul yuzingda. İçilganda so'qib jima. Bir tal gulni paqoto tashlak. Bo'lganda. Ashtar. Mana, bo'ldimi? Qalaymi qalqibman? Nima ish bo'lib ketdi bu? Yo'q, men sizning gapingizga qarshi emasman. Bu bir mushnaq ishdi. Bo'ldi qilsak bo'ldi. Biz bo'ldik ham bilan boshqalar bo'ldi qilmaydi. Biz bo'ldik ham bilan biz kishining haqqini yemaymiz. Ammo boshqalar bizga tiyori akapamay desi qo'ydi. Balde boshqa gapni qilmayman, sen menga o'xshash. Maslashib o'zimizning ishni davomlashtiraylik. Bildinglarmi? Men sizdek odamni faqat ko'rib boqyapman. Direktor apadim. Bo'ldi qilsak bo'ladi. Endi bo'ldi ishimizni qilaveraylik. Bo'ldi qilmasak nima bo'ladi? Endi mening demoqchi bo'lganim bu bir prinsipal ish. Turmushda amaliy ish qilib, mana tajriba to'plagan odam, anandiki o'rgangan narsani bilan birlashtirganda, anandiki mana bir saviya desanglar, qanday shuni? To'g'ri. Endi bu jumboqni bir sabishdan qilmaymiz. Ma jumboq endi shu bir bosh liderning tuqqunilab qoldi-ku, bo'lmaydigan bo'lsa, akaga narsa bishiq itdi. Tashlab shunda. Mashunda bo'ladi. Mijozing yo'qmi ya? Bo'lmas doktorxon basan unda. Nakaga bosh liderning tuqqunilab qoldi. Bo'lmaydigan bo'lsa, akaga narsani bishiq itdi. Tashlab shunda. Qanda kirgan shunda chiqiribman. Lekin ma fazil direktor bor-ku. Oy, mushu qarang. Rayhonga usta, mush fazil direktor, mushu chet elda yashinganlarni, Obdan qarang. Rayhon muavin bosh direktor. Bosh direktor. Sizdan bir o'tinib qolay. Ashqizonni bir katib deb ketmanga. Voy nari katib o'xshaydi o qizvalniki. Ha bo'pti, ko'rimsizlikini, badanlarini demay bo'pti. Buni emasmi semizlik degan. Kiyinishi qarang. Bir kiyinishiga bir qarab beqing qilib olgan girim, beshirga bekitib olgan birimlar. O'sha bir katib deganda chaqqanda chestay bombamni deyman. Ishlarni g'ash bijirib. O'qizani qarab beqing lopuldab yurgan besha jinda qilib bir ish qildan chiqamda. Taqvosini bo'pti. Kiyvosini bo'pti. O'ziga yarashtirib kelmamdi. Xizmatda bir obdan ishlayotdi-ku. Jinim bosh direktor. Men Fransiyadagi shirkatda ishlayotgan vaqtimda shu katib qizlarni ko'ribchi. तुझे देखा तो ये जाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम ishqana emas. Voy bir deb berma, men bir bitta ishxonakilar yeyib debdi uni. Voy men unda degilmi emas, qarang, sizni qonda o'sibdi. Ya men deyman, endi o'balmo sizga davomli yaxshilik qilayapsa, endi sizdan o'baldan